Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz muxlislari va hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan hayotimizning juda muhim bir jabasiga taalluqli bo'lgan, ba'zi kishilar uchun esa o'riqli savollarni tug'dirishi mumkin bo'lgan mavzu haqida so'zlashamiz. Gap shundaki, oxirgi paytlarda pensiya tizimidagi ayrim o'zgarishlar, ba'zi holatlarda pensiyaga chiqqan insonlarning ish faoliyatini davom ettirishlari yoki ayrim ijtimoiy imtiyozlarni olishlari bilan bog'liq tushunmovchiliklar yuzaga kelmoqda. Ba'zilar bu jarayonni pensionerlarga endi nimanidir qilish taqiqlanadi deb qabul qilishi mumkin. Ammo aslida vaziyat biroz murakkabroq va tushuntirishga muhtoj. Ushbu ma'lumot har biringiz uchun, ayniqsa pensiya yoshidagi yoki pensiyaga chiqish arafasidagi yaqinlaringiz uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki bugungi mavzu sizning kelajagingiz va farovonligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu videoda aytiladigan har bir so'z, har bir maslahat siz uchun qimmatli bo'ladi. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu biz uchun katta yordam va yangi, foydali materiallar yaratishga turtki bo'ladi. Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari pensiya tizimida shunday tartiblar mavjud ediki, pensiya yoshiga yetgan fuqaro nafaqaga chiqqanidan so'ng ham ish faoliyatini davom ettirsa, unga ham pensiya, ham oylik maoshi to'liq miqdorda to'lanardi. Bu ko'plab pensionerlar uchun juda qulay imkoniyat edi. Chunki ular o'z tajribalarini jamiyatga ulashish bilan birga oilaviy byudjetini ham mustahkamlash imkoniyatiga ega edilar. Ishlaydigan pensionerlar uchun qo'shimcha daromad manbai mavjud bo'lishi ularning ijtimoiy faolligini oshirar, hayot sifati va moddiy ahvolini yaxshilashga yordam berardi. Masalan, maktabda uzoq yillar dars bergan muallima pensiyaga chiqqanidan keyin ham dars berishni davom ettirar. O'zining katta tajribasini yosh avlodga yetkazish bilan birga ham pensiya pulini ham oyligini to'liq olardi. Yoki bo'lmasa, korxonada usta bo'lib ishlagan inson nafaqaga chiqqanidan keyin ham o'z ishini davom ettirar. Shu bilan birga yoshlarga hunar o'rgatar va ikkala daromad manbaidan ham foydalanardi. Bu tizim ko'plab afzalliklarga ega edi va ko'pchilik tomonidan ijobiy qabul qilinardi. Davlat bu orqali malakali kadrlar tajribasini saqlab qolishga, aholining ishchanlik qobiliyatini rag'batlantirishga intilardi. Biroq so'nggi yillarda fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlar va hukumatning ayrim qarorlari bu boradagi vaziyatni biroz o'zgartirdi. Hozirgi kunda pensiyaga chiqqan va ish faoliyatini davom ettirayotgan shaxslarga pensiya to'lashda yangi tartiblar joriy etilgan. Aslida gap pensionerlarga nimanidir mutlaqo taqiqlash haqida emas. Balki ularning ish faoliyatini davom ettirishi natijasida pensiya to'lovlarida yuzaga keladigan o'zgarishlar, ba'zi hollarda esa qo'shimcha ijtimoiy imtiyozlarning bekor bo'lishi haqida ketmoqda. Bu o'zgarishlar pensiya tizimini optimallashtirish, byudjet yukini kamaytirish va pensiya to'lovlarini adolatli taqsimlashga qaratilgani aytilmoqda. Shu bilan birga bu o'zgarishlar pensionerlar o'rtasida tushunmovchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Chunki ko'pchilik bu yangi qoidalarning aniq mohiyatini, o'ziga qanday ta'sir qilishini tushunmayapti. Kimlardir endi ishlash taqiqlanganmi deb savol beradi. Boshqalar esa pensiyam kamayib ketadimi deya xavotirda. Aynan shu sababli bugun biz ushbu mavzuni chuqur tahlil qilib, har bir jihatini sizga aniq va tushunarli tilda yetkazishga harakat qilamiz. Asosan gap shundaki, endi ba'zi hollarda ishlaydigan pensionerlarga pensiya to'lovi to'liq miqdorda emas, balki ma'lum bir tartibda to'lanishi mumkin yoki ular ba'zi ijtimoiy imtiyozlardan mahrum bo'lishlari mumkin. Bu taqiq emas, balki daromad manbalarini hisobga olgan holda to'lovlarni qayta tartibga solishdir. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Bu savollarga javob berish uchun bir nechta aniq misollarga murojaat qilamiz. Chunki raqamlar va real hayotiy vaziyatlar har doim quruq nazariyadan ko'ra tushunarliroq bo'ladi. Birinchi navbatda shuni tushunishimiz kerakki, agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz va pensiya olsangiz, shu bilan birga rasmiy ish joyida ish faoliyatingizni davom ettirsangiz, sizning pensiya to'lovingizni olish tartibi o'zgarishi mumkin. Davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning tegishli moddalariga asosan ba'zi holatlarda ishlaydigan pensionerlarga pensiya to'lovlari to'liq miqdorda emas, balki belgilangan tartibda to'lanishi belgilanadi. Masalan, ayrim turdagi pensiyalar
ya'ni yoshga doir pensiyalar. Agar fuqaro ish faoliyatini davom ettirsa, unga pensiyaning faqat ma'lum bir foizi to'lanishi yoki pensiyaning mutlaqo to'lanmasligi mumkin bo'ladi. Bu qoidalar asosan davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlarda ishlaydigan pensionerlarga tegishli bo'lishi mumkin. Ya'ni agar siz davlat tashkilotida ishlasangiz, sizning pensiya to'lovlaringiz qisqartirilishi yoki to'xtatilishi ehtimoli mavjud. Agar siz xususiy sektorda yoki tadbirkorlik faoliyatini olib borayotgan bo'lsangiz, vaziyat boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ammo bu ham aniq qoidalarga bog'liq. Keling, birinchi misolni ko'rib chiqaylik. Tasavvur qiling, 32 yoshli Rahimjon bobo maktabda uzoq yillar matematika fani o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Uning o'rtacha oylik pensiyasi 20 million 800 ming so'm tashkil qiladi. Pensiyaga chiqqandan keyin ham bilim va tajribasini yoshlarga o'rgatish maqsadida maktabda o'qituvchilik faoliyatini davom ettirdi va uning oylik maoshi 3 million so'm edi. Avvallari Rahimjon bobo ham 1 million 800 ming so'm pensiya, ham 3 million so'm oylik maoshini to'liq olib kelgan. Ya'ni uning umumiy oylik daromadi 4 million 800 ming so'mni tashkil qilardi. Ammo yangi tartibga ko'ra, agar Rahimjon bobo davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan maktabda ishlashni davom ettirsa, unga pensiya to'lovi to'liq hajmda to'lanmasligi mumkin. Misol uchun, qonunchilikda ishlaydigan pensionerlarga pensiyaning faqat 7% to'lanishi nazarda tutilgan bo'lsa, u holda Rahimjon bobo 1 million 800 ming so'm pensiyasining atigi 900 ming so'mini olishi mumkin. Natijada uning umumiy oylik daromadi 3 million 900 ming so'mni tashkil etadi. Bu avvalgi daromadidan 900 ming so'mga kamroq. Bu kabi o'zgarishlar albatta pensionerning oilaviy byudjetiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Bu pensiya tizimini optimallashtirish va byudjet yukini kamaytirish maqsadida qilinayotgan bir chora hisoblanadi. Ikkinchi misol. 28 yoshli Gulnora Aya avvalgi tizimda zavodda uzoq yillar xizmat qilgan va ayollarga belgilangan pensiya yoshiga yetgandan so'ng pensiyaga chiqqan. Uning pensiyasi 1 million 500 ming so'm. Shu bilan birga u uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiya olardi, chunki uning umumiy daromadi ma'lum bir me'yordan oshmasdi. Farzandlari chet elda ishlaydi, u bir o'zi yashaydi. Oilaviy byudjetini mustahkamlash maqsadida Gulnora Aya xususiy bog'chaga farrosh bo'lib ishga kirdi va u yerdan 1 million 200 ming so'm oylik maosh oladi. Yangi qoidalar joriy etilgunga qadar uning umumiy daromadi 2 million 700 ming so'm bo'lib, u ham pensiya ham oylik ham subsidiyani olardi. Lekin hozirgi kunda agar ijtimoiy himoya tizimida daromad me'yori bo'yicha cheklovlar kuchaytirilgan bo'lsa va ish faoliyati hisobga olinadigan bo'lsa, Gulnora Ayaning umumiy daromadi 1 million 500 ming pensiya, 1 million 200 ming oylik 2 million 700 ming so'm subsidiyani olish huquqini beruvchi belgilangan daromad me'yoridan oshib ketishi mumkin. Masalan, agar subsidiya olish uchun daromad chegarasi 2 million 500 ming so'm qilib belgilangan bo'lsa, Gulnora Aya bu chegaradan oshib ketgan sababli endi subsidiya ola olmaydi. Bu uning oilaviy byudjetiga qo'shimcha yuk bo'ladi, chunki u uy-joy kommunal xizmatlarining to'liq narxini o'zi to'lashiga to'g'ri keladi. Bu holatda pensiya to'lovi o'zgarmasa ham boshqa ijtimoiy imtiyozlar bekor bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. 65 yoshli Said aka shifokor bo'lib, uzoq yillar tibbiyot sohasida fidokorona mehnat qilgan. Pensiyaga chiqqanidan so'ng u xususiy klinikada maslahatchi shifokor sifatida faoliyat yuritishni boshladi va unga soatbay ish haqi to'lanadi. Uning oylik pensiyasi 2 million 200 ming so'm, xususiy klinikadagi oylik daromadi esa taxminan 1 million 700 ming so'm. Yangi tartibga ko'ra, Said aka o'zining xususiy klinikadagi ishidan olgan daromadini rasman e'lon qilishi va tegishli soliq idoralariga hisobot topshirishi shart. Agar u bu daromadini yashiradigan bo'lsa, kelajakda soliq idoralari tomonidan aniqlangan taqdirda unga jarimalar qo'llanilishi, hatto pensiya to'lovlari qayta hisoblanishi va noqonuniy olingan mablag'lar undirilishi mumkin. Bunday holatlar pensioner uchun juda yoqimsiz bo'lib, moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har qanday qo'shimcha daromad manbai haqida tegishli organlarga o'z vaqtida xabar berish juda muhimdir. Ya'ni rasmiy ish o'rni bo'lmasa ham tadbirkorlik yoki xususiy amaliyotdan daromad olgan shaxslar bu haqda davlatga ma'lum qilishlari shart. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda davlat tashkilotlarida rasman ishlayotgan pensionerlar. Shuningdek, ish faoliyatini davom ettirib,
shu bilan birga har qanday turdagi ijtimoiy yordam yoki imtiyozlarni, masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar, bepul yo'l chiptalari va boshqalar olayotgan pensionerlar albatta ushbu o'zgarishlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Ular o'zlarining ish joyidagi kadrlar bo'limi yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilib, o'zlariga tegishli aniq tartiblar va to'lovlar haqida so'rashlari shart. Chunki har bir vaziyat individual bo'lib, umumiy qoidalar ichida ham xususiy holatlar mavjud bo'ladi. Ularning pensiya qanday tartibda to'lanishi, qanday imtiyozlar saqlanib qolishi yoki bekor bo'lishi to'g'risida aniq ma'lumot olish juda muhim. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Birinchidan, agar siz pensiya olsangiz u ish faoliyatingizni umuman davom ettirmayotgan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizga ta'sir qilmaydi. Sizga pensiya to'lovlari ilgari qanday tartibda to'langan bo'lsa, shunday davom etaveradi. Ikkinchidan, agar siz xususiy sektorda norasmiy og'zaki kelishuv asosida ishlayotgan bo'lsangiz va bu daromadingiz hech qanday rasmiy hujjatlarda aks etmasa, hozircha sizga nisbatan bevosita pensiya to'lovlari bo'yicha cheklovlar qo'llanilmaydi. Ammo bu norasmiy ish sharoitida sizning mehnat huquqlaringiz himoyalanmaganligini va kelajakda muammolar yuzaga kelishi mumkinligini ham unutmaslik kerak. Uchinchidan, agar siz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullansangiz, ammo uning daromadi minimal darajada bo'lsa va qonunchilikda belgilangan me'yorlardan oshmasa, sizning pensiya to'lovlaringizga ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq bu holatda ham barcha ma'lumotlarni aniqlab olish zarur. Va nihoyat, agar siz ba'zi imtiyozli pensiya turlarini oladigan bo'lsangiz, masalan, nogironlik pensiyasi, harbiy pensiya yoki xizmatlar uchun maxsus pensiyalar, bu o'zgarishlar sizga umuman taalluqli bo'lmasligi mumkin. Chunki bunday pensiya turlari uchun alohida qoidalar amalda bo'ladi. Shuningdek, qonunchilikda ijodiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslarga, masalan, yozuvchilar, san'atkorlarga, ularning intellektual mulkdan olgan daromadlariga nisbatan alohida yondashuvlar mavjud bo'lishi mumkin. Ya'ni har bir holatni individual ko'rib chiqish kerak. Endi esa ikkinchi asosiy qismga o'tamiz. Qoidalar qanday, ularning istisnolari, tuzoqlari va noaniq jihatlari. Pensiya tizimidagi har qanday qoida kabi bu yangi tartiblarning ham o'ziga xos istisnolari va kutilmagan jihatlari mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab noxush vaziyatlardan asraydi. Birinchi navbatda barcha ishlaydigan pensionerlarga bir xil yondashuv bo'lmasligini tushunish muhim. Masalan, nogironlik pensiyasini oladigan fuqarolar ish faoliyatini davom ettirsa, ularning pensiyalari odatda qisqartirilmaydi yoki to'xtatilmaydi. Chunki nogironlik pensiyasi shaxsning sog'lig'i bilan bog'liq bo'lib, uning mehnat qobiliyati cheklanganligini hisobga oladi. Shuningdek, harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining pensiyalari ham alohida qonunchilik bilan tartiblarning pensiyalari ham va ular uchun boshqa qoidalar amal qiladi. Ko'pincha bunday pensiya oluvchilar ishlasa ham ularning pensiyalari to'liq to'lanadi. Ba'zi maxsus xizmatlar uchun beriladigan pensiyalar ham bu qoidalar doirasiga kirmasligi mumkin. Misol uchun, O'zbekiston qahramoni unvoniga ega bo'lgan yoki fan, madaniyat, san'at sohasidagi buyuk xizmatlari uchun alohida pensiya oluvchilarning ish faoliyatini davom ettirishi ularning pensiya to'lovlariga ta'sir qilmasligi ehtimoli yuqori. Istisnolardan yana biri bu tadbirkorlik faoliyati. Agar pensioner yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa va uning daromadi belgilangan eng kam ish haqi miqdorining ma'lum bir karralik miqdoridan oshmasa, uning pensiya to'lovlari to'liq hajmda saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu yerda ham shartlar bor. Ya'ni tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar rasman hisobga olinishi va soliqlar o'z vaqtida to'lanishi shart. Agar daromad belgilangan me'yordan oshib ketsa, unda pensiya to'lovi qayta ko'rib chiqilishi yoki qisman to'lanishi mumkin. Masalan, bir pensioner o'z hovlisida kichik issiqxona tashkil etib, sabzavot yetishtirsa va ularni bozorda sotish orqali daromad topsa, agar uning yillik daromadi qonunchilikda belgilangan minimal daromad chegarasidan oshmasa, u odatda o'z pensiyasini to'liq oladi. Ammo agar u kattaroq fermer xo'jaligi ochib, katta daromad topsa, unda uning pensiya to'lovlari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda biz duch keladigan asosiy tuzoqlardan biri bu daromadlarni hisobga olishdagi tushunmovchiliklar. Ba'zida pensionerlar o'zlarining qo'shimcha daromadlarini rasman e'lon qilishni unutishlari yoki bilmasliklari mumkin. Masalan,
Agar siz farzandingizga qarash uchun yoki vaqtinchalik xizmat ko'rsatish uchun shartnomasiz maosh olsangiz, bu daromad rasmiy hisobga olinmasa ham kelajakda tekshiruvlar paytida muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa bank hisob varag'ingizga muntazam ravishda katta summalar kelib tursa, bu soliq idoralarining e'tiborini tortishi mumkin. Yana bir tuzoq bu norasmiy ish. Ko'plab pensionerlar rasmiy ish joylarida ishlamaydi. Ammo turli xususiy sektorlarda, masalan, qo'riqchi, farrosh, enaga yoki bog'bon sifatida norasmiy ravishda ishlaydi. Bunday holatda ularning oylik daromadlari rasman hech qayerda aks etmagani sababli pensiya to'lovlariga bevosita ta'sir qilmaydi. Ammo bunday ish rasmiy mehnat stajiga kiritilmaydi. Ijtimoiy kafolatlar, kasallik varaqasi, ta'til puli kabi berilmaydi va kelajakda pensiya miqdorini qayta hisoblashda hisobga olinmaydi. Bu qisqa muddatda qulay bo'lishi mumkin, ammo uzoq muddatda pensionerning huquqlarini cheklaydi va moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Noaniq jihatlar va nuanslar. Daromad turlariga nisbatan o'zgarishlar ham muhim. Ya'ni pensiya to'lovlariga ta'sir qiluvchi ish haqi tushunchasi. Ba'zan bu faqat mehnat shartnomasi asosida olingan oylik maoshni anglatishi mumkin. Ba'zan esa fuqarolik huquqiy xarakterdagi shartnomalar, xizmat ko'rsatish, pudrat asosida olingan daromadlar ham bunga kiritilishi mumkin. Bunday hollarda qonun hujjatlarining aniq talablarini bilish va o'rganish zarur. Masalan, agar pensioner shartnoma asosida biror bir loyihaga jalb qilinib, bir martalik katta summa olgan bo'lsa, bu uning pensiyasiga qanday ta'sir qiladi? Bunday holatlarda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilish va aniq ma'lumot olish lozim. Shuningdek, mavsumiy ishlar ham alohida holatdir. Agar pensioner yilning ma'lum bir davrida, masalan, qishloq xo'jaligida hosil yig'ish mavsumida ishlasa, uning daromadlari qanday hisobga olinadi? Bu kabi mavsumiy daromadlar yillik daromadga qo'shilishi va natijada pensiya to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin. Bunda ham har bir holatni pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish orqali aniqlashtirish maqsadga muvofiq. Ba'zi hollarda ish beruvchining yuridik maqomi ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni davlat korxonasida ishlash qoidalari bilan xususiy korxonada ishlash qoidalari farq qilishi mumkin. Bu tafsilotlar ham ahamiyatga ega bo'lib, pensionerning moliyaviy ahvoliga bevosita ta'sir qiladi. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borishingiz, qanday hujjatlarni to'plashingiz va nimalarni yozishingiz kerak? Bu savollar sizni xavotirga solmasligi uchun aniq yo'l yo'riqlar beraman. Birinchi qadam, o'zingizning holatingizni aniqlang. Siz hozirda ishlayapsizmi? Agar ishlayotgan bo'lsangiz, qanday tashkilotda, davlat yoki xususiy? Sizga ish haqingiz qanday to'lanadi? Rasman mehnat shartnomasi asosida, fuqarolik huquqiy shartnoma asosida yoki norasmiy? Siz hozirda pensiyadan tashqari qandaydir ijtimoiy yordam yoki imtiyozlar, subsidiyalar, nafaqalar va hokazo olyapsizmi? Bu savollarga aniq javob berish sizga keyingi qadamlarni aniqlashda yordam beradi. Har bir holat individual bo'lib, umumiy tavsiyalar har doim ham to'liq mos kelavermaydi. Misol uchun, agar siz davlat tashkilotida rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan bo'lsangiz, demak siz eng birinchi navbatda bu masalani o'rganishingiz kerak bo'ladi. Agar xususiy sektorda norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bu haqida rasmiy ma'lumotlarning yo'qligi bir muddat muammo tug'dirmasligi mumkin. Ammo uzoq muddatda bu sizni qonuniy himoyadan mahrum qiladi. Ikkinchi qadam, rasmiy manbalarga murojaat qiling. Eng ishonchli ma'lumotlarni bevosita vakolatli organlardan olishingiz mumkin. Bular ilk O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Siz o'z yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. U yerdagi mutaxassislar sizning shaxsiy holatingizni ko'rib chiqib, aniq ma'lumot berishga majbur. 2. Qishloq va mahalla fuqarolar yig'inlaridagi ijtimoiy himoya bo'limlari. Agar siz ijtimoiy imtiyozlar, subsidiya, nafaqa oladigan bo'lsangiz, ushbu bo'limlarga murojaat qilib, ushbu bo'limlarga bu imtiyozlarga qanday ta'sir qilishini aniqlashingiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Lexus portali. Bu yerda siz fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning amaldagi tahririni, shuningdek pensiya tizimiga oid boshqa qonun hujjatlarini topishingiz va o'rganishingiz mumkin. Bu portal qonun hujjatlarining rasmiy manbai hisoblanadi. 4. Ish joyingizdagi kadrlar bo'limi. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchining kadrlar bo'limi ham pensionerlarga nisbatan amalda bo'lgan qoidalarni bilishi
va sizga dastlabki ma'lumotlarni berishi mumkin. 3-qadam, zarur hujjatlarni to'plang. Pensiya jamg'armasiga yoki boshqa organlarga murojaat qilganingizda sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Pasport asli va nusxasi, pensiya guvohnomasi asli va nusxasi, mehnat daftarchasi asli va nusxasi yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma. Agar mavjud bo'lsa, amaldagi mehnat shartnomasi yoki boshqa turdagi shartnomalar, masalan, fuqarolik huquqiy tusdagi shartnoma nusxasi, so'nggi 6 yoki 12 oy uchun ish joyingizdan oylik maosh to'g'risida ma'lumotnoma agar ishlayotgan bo'lsangiz, bank hisobvarangizning ko'chirmasi. Agar sizga pensiya yoki ish haqi bank orqali o'tkazilsa, agar siz tadbirkor bo'lsangiz, tadbirkorlik faoliyatingizni tasdiqlovchi hujjatlar, guvohnoma, litsenziya va daromadlar to'g'risidagi deklaratsiyalar. Ushbu hujjatlar to'plami sizning holatingizni aniq baholash va to'g'ri maslahat berish uchun zarur bo'ladi. Hujjatlarning to'liq bo'lishi jarayonni tezlashtiradi. 4-qadam, rasmiy so'rov yoki ariza yozing. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa yoki pensiya jamg'armasidan rasmiy tushuntirish talab etilsa, tegishli organ nomiga yozma ariza yoki so'rov yuborishingiz kerak. Arizada quyidagilar aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Murojaat qiluvchining FIH, yashash manzili, pasport ma'lumotlari, pensiya guvohnomasi raqami, vaziyatning batafsil bayoni. Masalan, men pensionerman. Shu bilan birga A korxonasida shunday lavozimda ishlayapman. Menga pensiya to'lovlarining amaldagi tartibi va ularning ish haqi bilan birga to'lanishi masalasi bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman. Murojaat qilish sanasi va imzo. Ariza 2 nusxada tayyorlanishi kerak. Bir nusxasi mas'ul organda qoladi. Ikkinchi nusxasida esa qabul qiluvchi organning shtampi, qabul qilingan sanasi va imzo bo'lishi kerak. Bu sizning murojaatingiz rasman ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjat bo'ladi va kelajakda muammolar yuzaga kelsa, sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Ariza berishda rasmiy atamalar va qonuniy asoslarga murojaat qilish juda muhimdir. Agar siz buni o'zingiz qila olmasangiz, yaqinlaringizdan yoki yuristlardan yordam so'rashingiz mumkin. 5-qadam, qarorga norozi bo'lgan taqdirda shikoyat qilish jarayoni. Agar siz pensiya jamg'armasi yoki boshqa organ tomonidan qabul qilingan qarordan norozi bo'lsangiz, masalan, pensiya to'lovining noto'g'ri qisqartirilganligi yoki noto'g'ri bekor qilinganligi hisoblasangiz, siz bu qaror ustidan yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Yuqori turuvchi organga murojaat. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi qarori ustidan Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining respublika boshqarmasiga yozma ravishda shikoyat qilishingiz mumkin. Shikoyatda qarorning noqonuniy ekanligi sabablarini aniq ko'rsatishingiz lozim. Sudga murojaat. Agar yuqori turuvchi organ ham sizning foydangizga qaror chiqarmasa yoki siz ularning qaroridan ham norozi bo'lsangiz, ma'muriy sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Sud sizning ishingizni xolis ko'rib chiqadi va qonuniy qaror qabul qiladi. Sudga murojaat qilishda advokat yordamidan foydalanish tavsiya etiladi. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi videomiz sizga pensiya tizimidagi yangi tartiblar va ishlaydigan pensionerlar duch kelishi mumkin bo'lgan holatlar haqida to'liq va aniq tasavvur bera oldi. Esingizda tuting, pensionerlarga endi nimadir taqiqlanadi degan tushuncha noto'g'ri bo'lishi mumkin. Aslida gap qonunchilikdagi o'zgarishlar va ularning pensiya to'lovlariga ta'siri haqida ketmoqda. Eng muhimi bu masalada xabardor bo'lish, har bir holatni diqqat bilan o'rganish va kerak bo'lsa, tegishli mutaxassislardan maslahat olishdir. O'zingizni va yaqinlaringizni moliyaviy muammolardan himoya qilishning eng yaxshi yo'li bu axborotga ega bo'lish va qonun doirasida harakat qilishdir. Agar sizda ushbu mavzu bo'yicha savollar paydo bo'lgan bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldirishdan tortinmang. Biz ularni imkon qadar javob berishga yoki keyingi videolarimizda yoritishga harakat qilamiz. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz sizga shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va boshqa pensionerlarga beradigan maslahatlaringizni ham izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va doimo bilimli bo'ling.